Assalomu alaykum bizni kuzatib boruvchi qadrli do'stlar. Men sizlar bilan har doimdek Ustoz Dostonbek. Barchalarga hayit ayyomlari muborak bo'lsin qadrdonlar. Biz Qo'rg'ontepa tumanining 3-bo'lim mahallasidamiz do'stlar. Hozirda shu yerda ishimizni yakunlab bermoqdamiz. Dorizaxonasini hamda ichkari o'stirmalarini tunikafon qilib berdik. Ko'cha tomonlari ham bo'lgan, tarnovlari bilan o'rnatib berganmiz do'stlar. Ob-havo juda ham chiroyli holatda, ishlarimiz ham qizg'in davom etmoqda. Do'stlar, ishimizga o'zingizlar ko'rib baho beringlar. Ichki burchaklari ham chiroyli keltirilgan, mana orqasi novvoy shaklda bo'lgan. Rangiga keladigan bo'lsak, oq rangiga mokri rangdan foydalanganmiz do'stlar. Xo'p, mana shapkalari. Xo'p, dorizaxonasini eni 4 metr bo'lgan do'stlar, uzunligi 8 metr bo'lgan dorizaxonaga xuddi shunaqa go'zal fasonni qilsangiz chiroyli holatda bo'ladi. Ekranda chiqib turgan nomerlarda Telegram, WhatsApp barchasi bor do'stlar. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xudo xolasa vodiy bo'ylab hozircha xizmat qilmoqdamiz. Dorozasiga e'tibor beringlar. Mana dorozasining rangiga podsvet qilib qo'yib berganmiz. Juda ham chiroyli holatda. 2 donagina oyna ramkadan foydalanganmiz. Xo'p, ko'cha tomonlarini hozir ustalarimiz qatirishyapti. Orqasida novvoy hamda mayka apishka bo'ladi. Shu yerlari qoldi. Bitkizib, xudo xolasa yakunlab beramiz. Agar ishlarimiz yoqayotgan bo'lsa do'stlar, layklarni bosib qo'yinglar. Sizlarga ham xuddi shunaqa xonadonlar nasib qilsin. Albatta, chiroyli holatda tunikafonlarni arzon narxlarda tunikafon ba'zi jamoasi qilib beradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar.